Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bilasizlar, yaqinda men detoks siyomani iste'mol qilishni boshladim va buni endi bugun sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Iste'mol qilishni boshlagan vaqtimda e'tibor bergan bo'lsanglar, tavsiya qilmagan edim, chunki o'zim hali endi ichishni boshlagan edim. Buni ichishni boshlaganimdan keyin o'zimda nimalarni his qildim? Qabziyat muammosidan qutuldim. Ichaklar faoliyati yaxshi ishlaganini, kayfiyatim o'zgarganini va o'zimda tetiklikni his qildim. Jigarimda ham o'zgarishlar yaxshi bo'ldi, chunki tug'ruqdan keyin organizmimni tozalashim kerak edi. Xo'p, bu detoks siyoma sizga nima uchun kerak? Agar sizda jigar yog'lanishi, jigar qotish muammolari bo'lsa, organizmda gijjalar ko'payib ketgan bo'lsa, organizmni toksinlardan tozalamoqchi bo'lsangiz, mana shu detoks siyomadan iste'mol qilishni maslahat beraman. Birinchi o'rinda buni qanaqa ichasiz? Bir osh qoshiqdan 2 mahal, buni o'zini instruksiyasida yozilgan, iste'mol qilasiz. Buni ichganingizdan keyin ketidan toza asal yeb olasiz, effekti juda ham yaxshi bo'ladi. Ozish jarayoningizda sizni ozish jarayoningizni tezlashtirib beradi, ichaklaringizni faoliyatini tezlashtiradi, metabolizm holatingizni tezlashtiradi, toksinlaringizni chiqarib yuboradi, jigar yog'lanishi bo'lsa, uni ham oldini oladi. Detoks siyomani sizlar ham ichib ko'rsanglar, men aytayotgan narsalar haqiqatdan rostligiga amin bo'lasiz, chunki men internetga chiqib olib har qanaqa mahsulotlarni reklama qiladigan insonlardan emasman. Agar men aytganimni qiladigan bo'lsangiz, buni ichib turib, to'g'ri ovqatlanishni ham joyida, vaqtida olib boradigan bo'lsangiz, ozish jarayoningiz shunaqa zo'r ketadi. Faqatgina buni iste'mol qilishdan oldin o'zingizning sog'lig'ingizdagi muammolar haqida ekspertlarga aytasiz, ya'ni buni sizga berayotgan ekspertlarga aytasiz, ular sizga to'liq ma'lumot berishadi. Bu mahsulotni olasiz, osh qoshiqni olib turib, osh qoshiqda solamiz. Ozgina achchiq iste'mol qilamiz. Chunki mana bu yerda yozilgan nimalardan tayyorlangani hammasi tabiiy mevalardan tayyorlangan. Bir kunda 2 mahal 1 osh qoshiqdan iste'mol qilasiz. Hozir buni ketidan men asal yeb boraman. Asal yeydigan bo'lsangiz, effekti yaxshiroq bo'ladi va men buni ota-onamga ham iste'mol qildirtiribman. Ota-onam ham iste'mol qilishadi. Agar sizni ham yaqinlaringizda jigarida muammo bo'lsa, organizmida muammo bo'lsa, albatta buni iste'mol qilish kerak.